Adasi, yuring bugun yoshlikni eslab, xuddi turmush qurmaganlardek uchrashuvga chiqamiz. Azeba, sen toming ketib qopti-ku. Zo'r bo'ladi, menga ishoning, davay. Yaxshi qiz siz bilan tanishsak bo'ladimi? Yo'q, men begona bolalar bilan tanishmayman. Unda yur uyga mastava qilib berasan, ichib o'tiramiz. Yo'q, siz yalinishingiz kerak. Sizlarga gul bersam bo'lmaydimi? Da, bering. Yur bu yoqqa. Shunaqa katta yangi O'zbekiston bog'ida yuring birga aylanamiz. Bu bola siznikimi? Ha, bu meni bolam. Yo'q, men bolasi borlar bilan tanishmayman. Bolam oying oldiga borchi? Qayi? Men ham bolasi borlar bilan gaplashmayman. Hazillashmang, yuring birga piknik qilamiz. Ha, bo'pti. Vobshe zo'r qilib qo'yishibdi. Besetkalari tekin ekan, qora mangal, hamma narsa arendaga bor. Xomligicha yo'rasam yo pishiraymi? Aytgancha yangi O'zbekiston bog'ida shou dastur bo'layotgan ekanmi? Ha, 9-may kuni 18:00 da Dilnoza Hakimova, 10-may kuni Mirjalol Ne'matov keladi. Dilnoz zo'r qo'shiq aytadi lekin. Sani ham ovozing zo'r, qilgin. Ko'rdingmi, vashshi chotki deb. Ya, da aytdim. Kechki oyimga tashab qo'ya olasizmi? Voy, kakra sizni tashab keyin men ham oyimga ketaman. Hamma qayoqqa ketaman? Menga yo'q desa, sovchiz jo'natavering. Alo, oyi. Ana xotinimnikka sovchilikka bora olasizmi? Alo, oyi, erimnikidan sovchi kelsa yo'dib yuboring, xo'p?